Всем привет, мои qadrli любимчиklarim. Sizlar bilan Gara va men Get Ready With Me Farg'onaga ketamiz syomkaga. Qani ketib tayyorlanamiz. Bugun 3 ta obraz bo'ladi. Bitta o'zimda emas, xullas 3 kishi bo'lamiz. Bir xil qora kiyimda bo'lishimiz kerak. Shuning uchun men shu koftachkam bilan shu yubkachani tanladim. И ustidan uzun plash kiyman. 1 2 3 deb koftachkamni kiyib oldim. Keyin bo'lsa qo'limga uzik и потом brasletimni taqdim. Aksessuarlarimni taqib olgandan keyin yubkani kiyish harakatini boshladim. Bilasizlarmi, o'rtoqlar, qandaydir baribir bahor kiygan bilan sovuq, qanday qishda sovuq bor. Ale, hop deb yubkani ham kiyib oldimda, keyin nima qilishni bilmasdan turib, atir sepib olay dedimda, shunday atirni olib turib sepdim. Atirni hidi u daraja o'tkir emas. Ko'pchilik so'ragan, qanaqa atir ishlatasiz? San degan atir ishlataman. Keyin bo'lsa hozir kelaman dedimda, ustimga plashimni kiyib kelay deb, vup aytib borib, ustimga plashimni kiyib keldim. Qaranglar, qanaqa asalcha turdi, o'zimga yoqdi. Uzun sapog kiyaman. И потом plashimni oldini qadiyman. Ochkimni ham taqib oldim. Mana bugungi obrazim tayyor. Endi men syomkaga yo'l oldim. O'zimcha kerilishimni qaranglarda balo bordi. Qandaydir maqtanchoqman. Mayli chiqsa yo, men ketdim. Qadrli любимчиklarim, sizlarni yaxshi ko'raman. Пока.